Bu ilova orqali barcha pulli ilovalarni tekinga ishlatishingiz mumkin. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramga kirib, Bubblenet deb mana shu kanalimni topib olamiz. Bu yerdan poiskga Happy Mod deb mana shunaqa qilib yozsangiz, mana shu postim kelib chiqadi. Mana shu postdagi mana APK formatni ustunovka qilib olasiz. Ustunovka qilganingizda xuddi mana shunaqa ilova chiqadi Happy Mod. Buni ko'pchilik bilar ekan. APK Puri'ni tashlaganda ko'pchilik Happy Mod yaxshi deb maqtashdi. Buni ham tashlab qo'ydim. Kelganingizda mana основной o'yin uchun ekan buni men Happy Mod, lekin nima ham bor, приложениялар ham bor. Bu yerdan приложениyaga o'tsangiz, mana bu yerda приложениyalar har xil mod versiyalar chiqadi, ya'ni vizdon qilingan, pulli narsalar, tekin qilingan narsalar, masalan, CapCut'ni yuklab olsangiz, polni bepulga ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda mini igralar bor ekan. Bu yerda 100% ishlaydigan o'yinlar mod qilingan bor ekan. Glavniysi bu yerda izbirniga tiqib qo'ysangiz bo'ladi o'zingiz. Bu yerdan registratsiya qilib, voy tiqib kirib olsangiz bo'lar ekan. Har xil shunaqa nimalari, funksiyalari bor ekan. Bular absolyutno tekin, ya'ni tekin qilingan, hech qanaqa pul so'ramaydi va ichidagi premium versiyalari bepulga ishlatishingiz mumkin.